Assalomu alaykum. Bugun biz elektr maydonda joylashgan nuqtaviy zaryadning potensial energiyasi mavzusi haqida gaplashamiz. Elektr maydondagi nuqtaviy zaryadning potensial energiyasi zaryadni cheksizlikdan shu nuqtagacha olib kelish uchun tashqi kuch tomonidan bajarilgan ishdir. Bu zaryadning elektr maydondagi joylashuvi tufayli saqlangan energiya shaklidir. Zaryadning miqdori va elektr maydon kuchliligi potensial energiyaga proporsionaldir. Zaryadlar orasidagi masofa ham muhim rol o'ynaydi. Keling, bu omillarni batafsil ko'rib chiqaylik. Potensial energiyani hisoblash formulasi: EU teng Q ko'paytirilgan va Q zaryad miqdori v energiya potensiali. Elektr potensial energiyasining birligi joule hisoblanadi. Elektrik potensial energiyani tushunish kondensatorlar energiyani qanday saqlashini yoki elektron qurilmalarda zaryadlangan zarralar o'zini qanday tutishini tushunish uchun muhimdir. Bu tushuncha kundalik texnologiyalarimizning asosini tashkil etadi.